Kun mavzusiga aylangan voqelik bilan dasturimizni boshlaymiz. Ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak, ijtimoiy tarmoqlarda Sergeli tumani hududidan oqib o'tuvchi Salar kanali ustida yotqizilgan quvurdan maktab formasidagi o'quvchilarning o'tib borayotganligi aks etgan tasvirlar tarqaldi. Tasvir ostidagi izohlarda esa bu holat qariyb 2 oydan buyon davom etayotganligi aytilgan. Kichik yoshdagi bolalarning hayotini xavf ostida qoldirayotgan voqelikka nega mas'ullar e'tibor qaratishmayapti? Muxbirimiz Sevinch Mardonova manzilga borib vaziyatni o'rgandi. Pastda Salar kanali shiddat bilan oqib turibdi. Oqsa oqavermaydimi deyishingiz ham mumkin. Lekin ana shu kanal ustidagi katar ham o'tishga yuragi betlamaydigan bir juft quvurlardan maktab o'quvchilari, yerlik aholi ma'lum bir muddat davomida ko'prik sifatida foydalanib kelishgan. O'zi maktab o'quvchilari qachondan qatnashni boshladi? Boshqa yo'l yo'qmi bu yoqdan o'tishga yoki? Yo'l bor edi. Oldin vaqtinchalik o'sha o'zimiz mahalladagilar nima qilib yo'l qilgan edik. U suv ko'pligidan turbati qilib qolib, yo'ldan suv toshaverib, yo'llar buzilib ketdi. O'shaning uchun hozir bolalarimiz naryoqda yo'l bor, o'sha yerdan o'tishyapti. Domlarda uzoq yo'ldan aylanib o'tishadi, keyin bu tarafda bor. Hozir maktabga o'tgandan yo'l yo'q edi. Vaqtinchalik ko'prik bitguncha yo'l qilib berishyapti hozir. Oldin suvga tushib ketish holatlari bo'lmaganmi? Bir ikki marta bo'lgan, suvga tushib ketgan holatlar bo'lgan. Baytlar bolalar o'tmasin deb rishotka bilan to'sgan. Endi bolalar uzoq yo'ldan yurmaydi, rishotkani orasidan oshib o'tib o'zlari tushganda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolardan so'ng esa mas'ul mutasaddilar o'z harakatlarini boshlashdi. Albatta ularga ham mikrofon tutishni unutmadik. Shu paytgacha aholi murojaat qilmaganmi? Aholi murojaat qilgan, endi u bilasizku, har bitta ish bosqichma-bosqich bajariladi. Mana 26-yil tumanimizga yangi hokim keldilar. O'sha ko'prikni qurish masalasi ko'tarilgan. Shu bir oy ichida tenderga qo'yilib, pul ajratilgan 1 milliard 200 million so'm. Ko'prik qurilishi shu boshlanish rejada turibdi. Xudo xolisa agar biz ishlar tarmoq jadvalini tuzib chiqqanmiz, tarmoq jadvallarimizga ko'ra mana shu yilni 20-mart kuni to'liq ishlar boshlanishi, aynan shu ko'prik qurilishining ishlarining boshlanishi hamda uzoq bilan 1 oy muddatlarda ko'prikni to'liq tuzatishga harakatini qilamiz. Hozirda vaqtinchalik bolajonlarimiz qatnashuvchi aholiga qulaylik yaratish maqsadida piyodalar o'tish uchun yo'lakcha vaqtinchalik ko'prik qilyapmiz. Nega shu vaqtinchalik ko'prik ham oldin qilib berilmagan? Ijtimoiy tarmoqlarda videolar tarqalganidan so'ng u ko'prikni qurishni boshlashdimi yoki bu o'zi vaqtinchalik bo'lsa ham ko'prik qurish rejada bo'lganmidi? Yo'q, vaqtinchalik ko'prik rejada bo'lmagan. Sababi aholi punktimizdan 500 qadamcha narida maxsus fuqarolar o'tadigan, piyodalar o'tadigan yo'lak bor, lekin ko'rib turibsiz, guvohi bo'ldikki, yosh bolalarimiz o'sha yo'lgacha borishga erinib, o'zlarini jonlarini xatarga qo'yib, mana shu yo'lak orqali o'tilyapti. Bunga sabab yaqinda ishga tushgan maktab bog'chalarimiz bor, ya'ni Anhor u tomonida bo'lgan maktab bog'chalarimizga qatnovda yo'lini nisbatan qisqartirish uchun yosh bolalarimiz mana shu ko'prikdan jonlarini xatarga qo'yib o'tmoqchi. Shuning uchun ularga endi qulaylik yaratish maqsadida aynan shu joyni o'zida biz hozir vaqtinchalik ko'prik qurib beryapmiz. Tayyor bo'ladi. Qurilish maydonini xavfsizligini ta'minlash maqsadida hozirgi kunda o'sha kameralashtirish ishlari boshlandi. Ichki ishlar organidan xodimlar biriktiriladi. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi bilan hamkorlikda har bir chegasiga temir panjaralar hamda avtomobillar o'tmasligi uchun o'sha beton to'siqlar qo'yib chiqishni ham rejalashtirganmiz. Qanchada bitishi mumkin? Tarmoq jadvali tuzib chiqilgan. Har bir ishlari kesimida tarmoq jadvaliga ko'ra joriy yilning may oylarini boshlariga biz rejalashtirganmiz, to'liq qurib ekspluatatsiyaga topshirishga. Bu kun uchun voqea joyidan maxsus tayyorlandi. Sevinch Mardonova va Baxtiyor Jalilov, Toshkent.